Avstriyagimni ishga chiqishdan avval bir tekshiruvni o'tkazaman. Muammosi bormi, yo'qmi, unisini ko'raman. Keyin eng yaxshi ko'rgan narsa suvni qo'yamiz. Ertalabki soat hozir 6 bo'lyapti. Hamisha ishni boshlab olgandan keyin perchatka kiyish esimga chiqib keladi. Yangi perchatkalar kiyib olamiz. Tekshiramiz. Boshqa trakchilar o'tyapti. Ko'zim ishib ketgan. Uyqusizlikdan. Oynalarni artib, tozalab turaman. Ves taraflarga borayotganimizda pashsha, chuvun, hamma narsa urilib oynani rasvosini chiqarib tashlaydi. Shunaqari joydami? Bilan qarayman. Mana suv tugagan. Qiraq suv tugagan. Antifrizi joyda. Hamma o'yinlari pavishilmasi yo'q joyda. Bilan qarayman. Menimcha yaqin kunlar orasida mo'ylanmashtirishim kerak. Chunki o'sha mayli bo'lib qoldi. Taklarni qarayman, hammasi joyidami yo'qmi? Bu o'yinlarga qarayman. Hammasi joyidami? Qay darajada? Keyin balonlarga ham qaraymiz. Balonlarim chotga. Kecha yomg'ir yoqqan. Nagi tarafga o'tdik. Voy! Bu balonlar. Ularga ham hammasi joyidami yo'q, ularni tekshiraman. Hamma joyini tekshirib chiqdik. Balonlar hamma joyi joyida bo'lgandan keyin boshlaymiz ishni.